Yandex.Eda orqali ovqat buyurtma berayotganingizda o'sha bermoqchi bo'lgan pulingizdan 30 ming so'mni o'zingizga olib qolish yo'lini bilarmidingiz? Agar buni bilmasangiz, mening videomni oxirigacha kuzating. Buning uchun Yandex.Go ilovasiga kiramiz. Taomlar bo'limidan ovqat buyurtma qilamiz. Taomlar bo'limiga o'tamiz. Va tepaga xohlagan restoraningizdan ovqatni buyurtma berib bilasiz. Evosga kiramiz. Va shu yerda xohlagan narsangizga chegirma qilsa bo'ladi. Mana bu yerda mana shu ikkita ovqatni men buyurtma qilaman. Qarang, mana bu yerda lavash, xullas hamma narsasi bor va yonidagi mana buni. Men buni bosaman, buni bosaman. Mana bu yerda bitta, ikkita. Shuni bosaman va keyingisini bosaman. Mana shunaqa kelib chiqadi va yana keyingisini bosamiz. Xuddi shunaqa joy kelib chiqadi sizlarda ham. Mana bu yerda 142 ming so'm pul ko'rsatyapti. Shuni arzonga 30 ming so'mni olib qolishingiz uchun past qismiga o'tasiz. Mana bu yerda kupon kod degan joyi bor. Pastda kupon kod degan joyiga bosamiz va mana shu yerga xuddi mana shu promo kodni yozasiz va qo'llashni bosasiz. Albatta sizga 30 ming so'm chegirma qilib beradi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Pulingizni tejash uchun foydali videorolik bo'ldi degan umiddamiz.